Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can. Assalomu alaykum, hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Kazakistan'ın Almuto şəhərdə yaşap duruyatqan mərifətpərvər, vətənsöyər akılarımızdan Abdugupur Qutluk efendimni sizlərə tanıştırıb ötümüz. Diqqətinizlər ekranda bolsun. Ben Abdugupur. Dadamның ismi Qutluk. Abdugupur Qutluk degan men bo'laman. Men 1936-yılı G'ulji şəhərində tug'ilgan. 1960-yılı Şinjan Pedagogika İnstitutu'nun Til Edebiyat Fakültesini tüketip G'uljiga kelib, Qaridon maktabida muallim oldum. 2 yıldan keyin 29 mayda 29 may qanliq voqeasi bo'lgan kuni men boshpanalik izlab Sovet İttifaqıga, qo'shni Qozog'iston Cumhuriyatiga boshpana tilab chiqqandi. Men chiqqan kuni G'uljida Il oblastlik partiya komiteti xalqni pulemyotga o'q tutgan qirg'in bo'lgan kun shu kundi. Shu kunni men hozirgacha unutmayman. Mana 29 may voqeasida men vatandan hicret qilib Qozog'istonga chiqqan kun mana 51 yil bo'ldi. 51 yildan sal oshdi. Mening balammi, cho'ng o'g'limmi 50 yoshga kirdi. Mo'sha 50 yildan beri mening bu yerga chiqishimdagi sababmi bir savdo qilib tijorat qilay degan bir maqsad bilan chiqmagan. Men u yoqda o'qiyotgan vaqtda millatchi bo'lib qolgan. Keyin maktabda ishlab yurib o'ngchi bo'lib qoldim. O'ngchi millatchi degan bir beshimda ikki qalpoq bo'ldi-da mening. Hukumatga qarshi bir unsur bo'lib qolganim uchun boshpanalik tilab bu yoqqa chiqqanman. Shu vatanimning dardiga bir darmon topqin chiqib edim. Chiqib bu yerda men qilmagan ishim oz qoldi. Muallimmi bo'ldim. Buni shu vatandan chiqqan Uyg'urlar uchun yangi hayot deb gazet chiqadi 1970-yili. Shu gazetga ishga taklif qildi-da, shu gazetda ishladim. Ta pensiyaga chiqqacha 97-yilgacha shu yangi hayot gazetida oldida bo'lim boshlig'i, keyin bosh kotib bo'lib, shuningda ishladim. Endi men o'tgan mushu 50 yillik umrimda bir kunmi vatanning g'amini qilmagan kunim, g'amsiz kunim o'tmadi. Ondaq bo'lgani anadan ayrılsa bir 3 kun yig'laydi ekan, atadan ayrılsa 7 kunga yig'laydi ekan. Ana vatandan ayrılib qolgan odam bir umr yig'laydi ekanda. Men shu ana vatanim Uyg'uristondan ayrılib qolganim uchun ta bugungi kungacha ko'zim yosh qurimadi dedi. Men endi bu yerga chiqib, ya'ni shu vatanning yo'lida yurdim. Men buning yo'lida yurganda u yoqda milliy inqilobda general bo'lgan Marg'ub Soqovning, Zunnun Tiyepovning, kapitan bo'lgan Ashir Vahidovning shularning o'pcho'risida yurdim. Shular bir ish biladi-ku deb. Xayriyat 1970-yili Sharq Turkiston inqilobi birlik sepi degan Xitoyga qarshi tashkilot qurildi. Uni qurgan odam mashhur mujohid Yusufbek Muxlisov bo'ldi. Men shu vaqtda shu tashkilotga kirdim. Keyinroq Xitoyga qarshi yana bir tashkilot qurildi. Uni Ashir Vahidi boshchiligidagi OAT deb ataldi, Uyg'uriston ozodlik tashkiloti deb. U tashkilotga ular taklif qildi, shu tashkilotga kirdim. Shu tashkilotda bosh kotib bo'lib ishladim. Xayriyat shu tashkilotni ba'zi mushadiki Uyg'urlar, vatanparvarman deb yurgan vatan sotqushlar parchalab tashlab yo'qotqicha
ve mayad devlet ilgilerimi onu çekligice ben şu teşkilatta başka atıp bu işlegendim. Haşır vayidi hakkında gap kısak, haşır vayidi mi? Xuddi yüz muhlis boğuşaş, haqiqiy vatanperver adam edi. Vatanın azatlığı için kulluk kural elip köreşken adam edi. Kapitan unvanını ağan adam edi. Yüz muhlis boş, xuddi muş kristaldek tazı pak adam edi. Hiç kimge boyuna bağlanmağan. Vatan desi yavatkan işin desturduğun şundak adamdı. Ahir İslam'ı vatanını azat kılış yolunda körüşe vatanның davasını halkaralaştırman dep şunun yolunda menip ölüp ketdi. Bolup mu Aşır Vaydaga vatan hainleri qasd qildi. Suiqasd bilan ölüp ketdi. Gözü uçup ketdi, armını yetemedi. Ben şularning tirik şahidi bo'lib turibdim. Endi ularni kim buzdi? Kim parçaladı şu teşkilatlarını? Onu mening vatanim Uyg'uriston qacha azod bo'ladi, şu vaqtda onun so'rig'i cho'qim bo'ladi. Agar men hayot bo'lsa, men tirik shahid sifatida bu da'voning ustida tik turaman. Xayriyat ta'limimiz baka Xudo baydi Rabia Qodirni men degan Uyg'urlar, Mamtimin Hazrat, Mamtimin Hazratlar, Aysa Begimlar, Yusuf Muxlislar, Aşır Vahidlar xalqaralaştıranmagan Uyg'uriston davasını Rabia Qodir hozir xalqaro sahnaga chiqadi. Xudo ömrünü bersin şu ayolni. Baxtimizga şu aman bo'lsin. Biz şunun ömrünü tilab 5 vaqt namoz o'qib yashayapmiz. Amma asyadimiz şu vatanni azod qilishdi. Bizning düşmanimiz bek cho'ng, bek baxshi. Bizning vatanimizning boyligi bilan hozir dunyoga xo'ja bo'lish o'yida yuryapti. Hozir kuchlanди bizning davlatning boyligi bilan. Dunyoni og'ziga qarityapti. Gullanib, taraqqiy qilib cho'qqiga yetdi. Amerika bilan zangi so'qishtirgan yerga yetdi. Bu onun ölümünden xabar berdi. Onun ölümü yaqinlashdi. İmperiya gullandi, o baribir halok bo'ldi. Biz şu kunni ko'rishni arzu qilib yashayapmizda. Baribir o bishiga, çünkü onun xohishi bütün dunyoga ega bo'lish. Burun bizni dushmanim bizga dushman bo'lsa, hozir dunyo xalqimi tonib qoldi Xitoyning vahshiyligini. Tonuyotdi. Demak, biz hozir yolg'iz emas. Bizning davarimiz xalqaralashdi. Demak, cho'qim. Bizning vatanimiz azod bo'ladi. Shu kunni qachon ko'raman degan o'y bilan yashayapman. Men boshqa armonlarga yetdim. Ayolimi aldım, balımı tapdım, şairmi buldum, 15 kitapmi chiqardim. Mening bir armonim qoldi. Uyg'uristonning azodligini ko'rish. Uyg'uristonning ayulduz ko'k bayrog'ini ko'rib o'lib ketsam, endi men dunyodan ko'zim o'chib ketmaydi. Men bu yo'lda she'rlarni yozdim. Amerikaga borganda, Oliy Kengashning yig'iniga borganda Obamaga maktub yozdim. Shuningdek bunda parchalar bor. Obama shahringa kelib qoldim. Dardimni dodi-xodi so'rab qo'yg'in. Beshimga balo bo'lgan ajdahoning yo'lini saddi ichida to'rab qo'yg'in. Beshimga balo bo'lgan boylig'imni satmayman, ozodlikka tegishiman. Obama yurak bo'lib qo'ysang agar, men sana sajda qilib enishiman. Bo'lmasa ta o'lgicha elishiman deb murojaat qildim. Endi o nima topshirgandi, uni o'qigandi, uni bara ko'ramiz. Men ana shu vatan dardida o'rtinib, kuyib o'chib, mana 75 yoshga keldim. Mening bir armonim qoldi, vatanning ozodligini ko'rib o'lish. Şunun azadlığını görsem ben de başka armağan kalmaydı. Ama o gün çokum ben göremem.
Hazır men şundaq ümitlikmenki, mening hazır cho'ng do'stlarim bor. Düşmenim cho'ng bo'lgan bilan, meningmi do'stlarimmi cho'ng do'stlarim bor. Xalqaro tinchlikparvar kuchlari, demokratik kuchlari, mana ozodlik ellari, Amerika boshlagan, Yaponiya qo'llagan. Bular bizning dardimizni tushundi, bizning holimizga yetadigan turi bor. Ammo bu yo'lda endi shular ozod qilib bersa, men tayyor g'ayya o'laydigan o'yim yo'q. Men qachon vatan meni chaqirdi ekan bu ishga. Men o bola chaqam kalam qoldi, balam qoldi demayman, men tayyorman. Chunki menda bir armon qoldi. Shu armonga cho'qim yetaman men. Hozir shunday ishashdik. Chunki dushmanim cho'ng bo'lgan bilan mening cho'ng do'stlarni xalqaro topdim. Hozir mening ko'ksim biroz qinib turdi. Men ancha tashvishda emasman. Xotirjam yashayapman. U kun yiq. Yusufbey Muxlis ve Aşır Vahid hakkında ayırma biraz to'xtalib o'tamsiz. Bular kimdi? Qanday chiqib qolgan bu yerda nima ishlarni qilgan bular? Aşır nima Yusuf Muxlisov haqida to'xtalay. Yusuf Muxlisov Uyg'uristonda shu xalq muzeysininki muzey deymiz-ku. Şu muzeyninki boshlig'i deydi. Boshlig'i arxeologiya muzeyi bordi. Shuning boshlig'i. U yerda akademiyada ishlagan o'zi. Akademiyada ishlagan. O'zi yozuvchi odamdi. Bu yerga chiqib shu Sharq Turkiston da'vosi yo'lida onun yozgan bütün maqolasi, bütün asarlari shu ona vatan haqida bo'ldi. Shuning uchun ona vatan haqida dastlabki tashkilotni Yusuf Muxlisov qurdi. O birisininki kuch ko'tishi bilan, birisining uningga eg'izduruq selishi bilan qilmadi. U o'z vijdoni bilan qaynab chiqib Xitoyga qarshi tashkilotni qo'rqmay qurgan odam shu Yusuf Muxlisovdi. Uning billi yenidikilar shu vaqtda uni qo'llab, hamma jihatdan qo'llab ta u o'lgicha bir kunmi vatanning gemisi juranmadi. O dava qilib chet ellarga chiqadi. O'zi gezi chiqadi, Sharq Turkiston ovozi degan gezi chiqadi. Ammo o'zi namrat turmush ko'chasimi? Lekin dunyosi boy, ma'naviy dunyosi boy odam. Men unda vatanparvar odamni umrimda birinchi ko'rishim. Men uni o'zim ustoz tutdim. Shu odamlarning ko'zi armanga yetamay ko'zi o'chib ketdi olamda. Aşır Vahid bo'lsa, u yoqda Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik Yoshlar ittifoqi degan yoshlar tashkilotini birinchi sekretari bo'lib ishlagan Urumchida. Shu ishni tashlab, oxir bu yoqqa boshpana atalib chiqqandi. Chiqib bu yerda akademiyada Qozog'iston Fanlar Akademiyasining Uyg'urshunoslik bo'limida xodim bo'lib ishlab yurdi. O'zi tarixchi odamdi, tarixni maqta biladi, vatanparvar odamdi. Oxir o'zi qaynab bu shu Yusufbekninki tashkilotiga qarshi emas, shuningga ham nafas bir deb bil yurish uchun Uyg'uriston ozodlik tashkilotini qurgandi. Keyin Xitoyning jasuslari Xitoyning qo'li uzurib, mashaylarga yetib, shuning jasuslari tarafidan suiqasdga uchrab o'lib ketdi. Uning ko'zi ochiq ketdi. Ammo uning inisi bor hozir Abdurim Vahida degan bolalari bor, singillari bor, balchaqlari bor. Ular va Uyg'ur xalqi Aşır Vahidani hech qachon unutib qolmaydi. Chunki u o'zi shu vatanning ozodligi yo'lida kurashgani uchun Xitoylar uni o'ldirdi. Ko'zini yo'qotdi. Biroq keyin Uyg'uriston tashkilotimi, Sharq Turkiston inqilob birlik sepimi, mayadan Shanxay dogovori degan bu Uyg'urga qarshi bir dogovor bo'ldi, Shanxay shartnomasi. Faqat Uyg'urning qo'liga qo'ysa og'ziga eg'izdirib soldigan bir shartnoma bo'ldi, bizga qarshi qilgan. Bizni terrorist, bir ish qisaqli terrorist deb, undaq deb, mundaq deb
Yani ki bizi terörist yapmışlar akmak kılıp, ahir o teşkilatlarımızda mı arıga zıg çürüp, panik ekip, ahir bölüp taşlıverdi. Şunun yolu da mangan, men vatanperver dep saktı vatanperverlerimi ağzı tirik jürüp bitipti. Bunun soruğu Xuda bursa Uyg'uriston azat bo'lganda bo'ladi. Bu yerda hozir so'roq qilolmaymiz bu qarindoshlar jutida uni. Vaqt kelganda uni so'rog'i bo'ladi. Biz uning tirik shohidlari. Bir men emas, mendek minglab shu Qozog'istonda yashayotgan shunday vatanparvar bolalar bor. Buning vaqt soati kelganda hisob ilinadi bu ishlar. Men endi o'sha maktabda o'qishni tugatgandan keyin, institutni tugatgandan keyin Qardon 9-o'rta maktabida muallim bo'lib ishlab yurganda aram bermadi-da. Chunki institutda Xitoy qarshi sayrab, ichilib, Xitoyni yomon deb chiqib kelsin degashga, shu Ziyo Samedi o bolaning quyruqlari atilib qolg'ashqa, shu maktabda aram bermagandan keyin men birinchidan o'qish uchun İkinciden, şu ana vatanımni, şu Xitoyning zulmidan ozod qilish uchun shu tavaga chiqib ketay deb Sovet ittifoqiga chiqqandim. Chiqqanda o men o'ylagandeklar emasga men chiqqan vaqtlarda. Men ham o'qolmadim. Voy ka, mana o'qidigan kishi bo'lmadi, men o'qolmadim. Shu o'qish bo'lib qoldi. Keyin biroq gazet chiqqanda meni gazetga taklif qildi. Şu gazetda ish qilib bilgilishimcha shu yerda yozib, shu gazet meni shoir, jurnalist qilib o'stirdi-da. Endi men Qozog'istonning neni yeb cho'ng qilyapman, 5 bola cho'ng qildim. Men Qozog'istonni yomon demayman. Endi bizmi bir vaqtlarda Qozoq xalqiga qarindoshlikqa yarab, shu Eli sultonligi degan taxtimizdan ayrilib ketgan-to'q. Tazabek degan Baturni o'rislarga bermaslik uchun Alaqon sulton taxtini berdikin shu qarindishni bermay shuningga qarindoshlikqa yaragan-di. Xudo endi mundaqli bo'lib ketmas, bularning bir qarindoshlikqa yarab bizga mi yordam qila? Endi bizga yordam qilsa, biz bularga ziynimiz tegmaydi, chunki tarixda biz Qozoq bilan so'qishgan emas. Qarindosh xalq biz. Shundaq umid bilan yashayapman, Qozoqni bu yomon degim kelmaydi. Bizda maqol bor, suyunishgan quduq tukamaydi degan. Biz tukadigan xalq emas. Bular ilojisiz endi nima qilyapti? Chunki Shanxay dogovori degan dogovor shunga kirib qo'ygan yeri bor buning. O dogovor bizga qarshi dogovor. Sizning o'zingizning ijodiy hayotidan biroz so'zlab berasiz. Men endi shu Urumchida yurgan vaqtda she'r yozgan. Student vaqtimda yozgan. Keyin shu dastlabki she'rlarim shu Tarim jurnallarida, Shinjon gazetlarida chiqqan meni. Keyin bu yoqqa chiqqanda o'qiyman deb chiqib o'qolmagandan keyin men dastlabda Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvangul haqida poem yozdim. Poem yozib, shu vaqtida Kommunizm tug'i degan gazet bor-edi. Kommunizm tug'i gazetiga kelsam, Xelil Hamroyev degan shoir bor ekan. Shundan gazet ishlayotgan. Hizmet Abdullin degan cho'ng yozuvchi ishlayotgan ekan. Shular nihoyat iliq qarshi oldida, bu Rizvangul haqida yozibsan-a buni. Bir dili poem yozibsan-a? Men dedim, yarısı bilsanglar, yarımısa kuldanga tashlab bitasizlar aka deb qilsam, da o'qib ber dedi. Hizmet Abdullin. O'qib berdim, bu odam shundaq hissiyotlanib, meni shundaq tabrikladiki, menga uchum qilishga bir qanot bog'lagan odam shu marhum Hizmet Abdullin Xilil Hamroyev bo'ldi. Poem ularga yoqdi. Onun ustiga poema Rizvangul haqida, Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvangul haqida dedi. Shuni gazetga bosdi. Basqandan keyin meni anadikin yurt jamoat tanishga boshladi. Men ungacha uyimga suv tutgandim, ketmanda suv tutib dehqonchilik qilgan. Kolxozda ishlatdim. Keyin she'r chiqqandan keyin o'zlari, voy, mana bir shoir mashaydi bor ekan deb izlab so'rab,
Ahir gezitga taklif qildi. Gezitxonada ishildim. Men qilganmi? Biri shu Uyg'urning geziti bo'ldi, gezitxonasi bo'ldi. Endi ikkinchisi, uni Xudo menga bergan talantdan ko'raman. Men hech kimga bir pul berib, yoki bir yoldirib bostog'im yo'q. Shundan keyin mening 15 kitobim chiqdi. Nima mazmunda kitoblar bu? Kitoblar shu 90% shu vatan haqida she'r. Vatanning qahramonlari haqida, G'inovator haqida bor, Sodir Polvon, Ishfarxon, Moyimxon, Nozigon. U yoq jirag'roqqa borsak, shu O'g'izxondan tortib. Keyin men buni Yaponiyaga borganda, qurultoyda Uyg'uristonda cho'ng qasidamni o'qib berdim. O'zi 1500 misralik Uyg'uriston. Endi uni men yig'lab o'tirib yozgan, uni xalqimni yig'lab o'tirib o'qidi. Keyin meni shu jamoatga tanitib etdi. Mening butun asyadim shuningda borda. Endi uni men qanday tafsil etib bera olmayman. Uyg'uristonni o'qib chiqsa, shu vaqt u odam mening kimligimni biladi. G'inovator haqida ozib bir so'zlab bera olamsiz? Ko'rganmiz, qanday bir odamdir? G'inovator u jang qilgan vaqtda, milliy inqilob bo'lgan vaqtida men bir 7-8 yosh vaqtlarim. G'inovatorning biz tarafga, bizning mahalliga bir otliq kagini shundoq yodimda bor. Bizning mahalli O'di mahallasi degan mahalda. G'o'ljining O'di mahallasi. O'di mahallasining yanada Xitoyning butxonasi bor. Shu O'di mahallasidagi shu butxonaga G'inovator Quvan Shanxu degan bir necha otliq konvoylari bilan kelibdi. Butxonaga kirib, Xitoylarni hammasi qo'g'lab chiqdi. Chiqib tizib qo'yib, bu xalqni bir asli o'q zoya ketdi. Bir bilan aytish kerakda, bunda quchoqlab, bunda tuzib o'q otganini shu vaqt anglab biz qo'rqib ketgan shuni. Bir o'q bilan necha yiqildi ekanda, o'q zoya bo'ladi bu xalq. Birli aytish kerak deb shunda qilganini bir anglagan kichik vaqtim. Keyin o G'inovator dedi. Keyin u o'zining vataniga sig'may bu yoqqa chiqdi. Bu yoqqa chiqqan vaqtda Toshkent O'zbekiston xaridorlik qildi. U yerda yashadi. Uningki 60 yoshligimi yubileylarga u yerga berib qatnashdik, she'r o'qidik, uning ta'rifini qilib. Keyin Qonayev, Qozog'istonning birinchi sekretari Qonayev xaridorlik qilib, buni Almatodan 80 kilometr nerida Qosh mahallasi yashadi. Sotsialist Qozog'iston degan savxoz bor. Shuning Qosh mahallasi degan qoshliqlar o'tirilgan mahalli. Shu mahallaga shu odam shan tanladigan, o'sha oxirgi umrim shu yerda o'tsin deb. Shu yerga joylashdi. Shu yerga joylashganda biz chiqib turdik. Keyin endi o'lib ketdi xayriyat. O'lib ketgandan keyin shunga haykal tiklashga shu Tursun Paltoshev, Hashir Vahidlar shundoq mangdi buning yo'lida haykallarni tiklab, shu ishlarga qatnashdik. Ta hozirgacha uni eslaydigan ishlarda biz shu qabristonlikni egib yuribotimiz-da. Har bir ish bo'lsa, yoki yo'limiz shubhasi shu yerda bir to'xtab duo qilib o'timiz. Bizning ozodligimiz uchun kurashgan bir odamdi u. Qozog'istonda yoshi Qozog'iston kelganda o pensiyaga chiqqan vaqt edi. Personalni pensiyaga chiqqan vaqt edi. O damilishda yotdi. Bu yerda bir ish qilmadi. Lekin shu Ashir Kamlar shuning berib maslahat qilsa, har qanday shu Uyg'urning nimasi haqida xat bo'lsa, qo'l qo'yatdi, yanmatdi. Eli bo'lsa bir avrat atib kirsanglarchi bir otga yo'lab qo'yib, mingizib qo'ysanglar, yana Xitoyga tetig'ichiligim bor deb turadi bechorada. Ashaqqa jutumga yaqinroq kelib o'lib ketdi. O'lgandimi yuzimni Makkaga, qibliga qarab emas, vatanga qaratib qo'yinglar deb vasiyat qilgandi. Mana qahramon edi. Uning qibliga qaratib emas, vatanga qaratib. Men vatanni ko'rib yotay deb shunaqa.
Men de o kişi bilen jiq aralashmagaçqa, ona o jang qilgan vaqtlarda biz baladik. Keyin angladik qahramonliklarini. Keyin Ziya Samadi, G'iyna Botir haqida roman yazdı. Yusuf Muxlisov xotira yazdı G'iyna Botir haqida. Shular biz o'qidik. Haqiqatanmi? O Uyg'ur xalqi mag'rurlanganidek bir botirdi. Chunki har bir xalqni ikki kishi to'ntidi. Biri botir to'ntidi. Biri olim, shoir, yozuvchi to'ntidi. Mushu ikki odam to'ntidi. G'iyna Botir botirligi bilan Uyg'ur xalqini to'nitdi. Sizning yozgan kitoblaringiz ne? Qayerdan tepishga bo'ladi, qanday topalaydi televizor ko'ruvchilar? Men hozir o'zimning yozgan kitoblari o'zimda qolmadi. Sana birni xotira berish uchun o'zimda qolmadi fikam. Endi o hozir o kitoblarni chiqiramiz desak, chiqiramiz. Men chiqirib bo'ldim. Endi qolgan oyat shu tinglab yotaman. Hozir endi buni Shanxay do'g'ri degan bizning og'zimizni bekitib qo'ydi. Qo'limizga qo'yib, putimizga kisham bo'lib turibdi-da. Ma qarindoshlar elida biz Xitoy qarshi bir nima qilolmaymiz, harakat qilolmaymiz. Uni tushunib turibmiz. Onun uchun men bu qozoq xalqidan ranjib turganman yo'q. Bularmi amalsiz. Chunki dushman bek cho'ng dushman. Onun bava kelish uchun hozir qiladigan boshqa ishim yo'q. Hozir so'qish bo'lsa-mi, miltiq ko'tarib qiladigan so'qishim yo'q. Bizning qiladigan ishimiz bolalarimizni Uyg'urcha o'rgatsakmi? Ana tilini o'rgatsakmi? Ana vatanimizning tarixini o'rgatsakmi? Shu bolalarimizni keyin yuqori oliy o'qish o'rinlarida o'rgatsakmi? Kelgusi baribir Uyg'uriston ozod bo'ladi. Chunki bala bo'lsa beshik tepiladi, bala bor, beshik tepiladi. Uyg'uriston ozodlikka homildor, u ozod bo'ladi. Shu vaqtda uning ega bo'lgan Uyg'ur bolalari o'qimishlik bo'lmasa bo'lmaydi. O'qimishlik bo'lmasa, uni yana xalq boshqarib beradigan ish bo'lsa, unda ozodlikdan men boshqalarning egemenligidan ko'ryapman. O'zini o'zi boshqarmasa, shuning xo'jayinlikni o'zi qilmasa, bo'lmaydigan ishga, shunga bola tarbiyalashning o'zidan boshqa bu yerda hozir ishmi qolmadi. Men bolalarimni oliy maktablarda o'qitdim. Navrilarimga Uyg'urcha o'qityapman. Uyg'urcha so'zlatyapman. O'zining Uyg'urligini bilib qolsin deb. Chunki tilni bilmasa, til yo'qolsa, uning Uyg'urligi yo'qaydi. Har kim Uyg'urga qayerda bo'lsa, to'y to'kin bo'lsin, nazirchiroq bo'lsin, o'zining kimligini tanıtıdığan şiir okup beraman-da, özünün kimligini. Doppamga qarab meni tanıdыңmı? Uyg'urman, BMT'de devletim yok. Tügümeydi. Dünya özü müstemliksiz dünyaga öttü. O Xitoy aldab, o özü onu bunu müstemlik qilib aldab can beqivatgan bilan o müstemlikden onu mu halk azat kılıdı dünya. Dünyanın yönünüşü başka azı. Hak ümit üzmüsün. Eli çıtmağının kırını buzivetme, bu alem uzun alem ümitini üzüvetme deydi. Ben halkımın deydiğim birlik yapım. Uyg'uriston azat buludu. Onun biz ilgileri biz şu an yaşayımız. Onu biz körümüz. Bizden nevrilerimizle emez, biz görürüz hatta. O gün yakın. Bırak bizden yaşlarımız şunun ilgi boğdak aldı beriş gerek. Üyeki dolar götürüp beriş onun gereği yok. Bilim götürüp, bilim. Maddi cihetten, emez manevi cihetten büyük beriş gerek. Şu vakti da vatanın aldı da yüzü yoğuruk boladı. Bu müsteyyak ayağı bop kalmam da beri. Ama o gün yakın, ümit üzmesi gerek. Özün Uyg'urligini bilgan adam bilse, o hiç kimden kam emasligini bilse, o albatta o'zining vatani uchun jinini pido qiladi.
Ben halkımni aldavatqanim yo'q. Men haq o'qigan 5 vaqt namozni o'qiyman. Mana men turibdi Allohning yo'lida aytay, biz azod bo'lgan kun nihoyat oz qoldi. Mening ballarım, nəvirlərim, hətta Xuda mənə nisib qılıdı. Mən şu günü tilavatım. Bu həm görürəm deyə ümidim. Mən şairin sözü şiir budur. Özümüzdən hoş otlarğaların həmsinin ki, anı vətini, haqqını yazған şiirin budur. Başlayalım. 21. əsr. Ben bu şiirini 20. əsrdə yazdım. Endi şairlikə yerim saran kiloda, yerim bu təfəkkürə gəldiler. Tuğur kim tanıған turuq. 21. əsr. Uydurustan 10.000 yaşlıq Akbaş anamsa. Sen anamsan, gel bolmusu dıldı anamsa. Uygurustan kindik benim dökülgen toprak senden geçip yaşamandı ölgen yaşaran. Uygurustan bu əsrdə bolmaydı əsr. Uyuk taşlarını astanı kıp kurudu əsr. Uygurustan bu əsrdə bolmaydı bitap. Bu vətənli nur kaplap çıkıdı oktan. Uygurustan ende enmez hiç kurup emçek. Endi çıkmaz azatlıklı karı çiçek. Azatlıktın artık bakışbağımı cahanda. Altın kafes işir sayrar kuşmu tuğanda. Tiligenge köktün düşmez herkes azatlık. Ah azatlık kan şiirin kancılık tatlı. Sorulmanga vermez yallah tacı tahtını. Kimler idi uğurluğan senin bahtını. Rakiplerini görüp jürmek kançılık çok der. Uygurustan öz kolunda turar takdirin. Taklanmaydı kandı cumay mukaddes yerim. Her kimge hem kindik günü tanıgan yer sağlık. Öz ilim için köreş kılsan dolmaz hatalık. Azatlık için köreşkenler terörist emez. Teröristler ama el demez. Erik için, tanrılık için gerek zerk almaz. Ecdatların bizi kalan köreşmek miras. Candik keşfey yitip olmaz deydi cananga. Azatlık için elem tutup carsal cananga. Şu çağ baxt kuşkunar senin kolunga esir boyu saadetli sıkıngan bu el. Öz erkini öz kolunu tutan şu mahal Eğinayman topsini totuya bulup uluqlayman şanlar enime ziya bulup Somburu kuştek kanat kelse akbaştan şan bu baktın bu eriktin deydi el nişan Kaşgar koysu Mahmud bilen Yusuf'ka heykel Beşin igiş üçünkiler barca eltügel İdgal nur döküp tuğsa güzel ifarkan Nazgûn'un kâmetigi fidadılar can Bayandaydı bürkütke bürketke sadı Karışsı da boyuncur kan turar bahadır Aram bakı yine dağdır beridirler, onu görüp cümletin özü bir döler. Mutlu'nun ismi bilen atalgan bir bağ, Adem'lerin ayrılmaz her çağ. Şair bolsan el işkidi deydi, köyüp yan, Bilal Nazım namıdaki şu için
medres, navayedim, nezaretim ötüdü deriz. Mayın kanının yeşil kangan eli deryası, sahilinde yangrar elinin namı navası, güzel kalbi yeşil mehmer yıpırgan sayram, cennet dergah atılıdı tap algılı aram, terkinin tik dağını turup evlatlar, ilahının boyun kuştup, namını yadlar, derya bulup ilk tuz nef aydandın, oynamanı kötürüdü çıkmazsın bandın. Başka bala bolmuşla oran aldığını, bu cihanı bir çıdar bunun ihunu, Tanrı temin tahiyye kılıp tusuletini, bundan aldılar adam yemini. Bağlı bulbul, tanrı keklik sayraydı tınmay, eğitim laçı ağlara bağımı mutlak cay. Sorusanlar benim hoşu öten ferzendi. Onu unutup tarıp üst öteyme endi. Vatan işte yapı juttu öğrü jügünü. Sizlerge adam yazdım. Hemimizgin Xuda, muşu bayrağımızın Uyguristan'da tikligini, şunu dakkan görüşkünüklerini istedim. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler programmamiz mushayda yaklaştı. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.